Chaqaloqlar nima sababdan sarg'ayadi? Onajonlar qaysi holatlarda qo'rqishlari kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, buni bilib olasiz. Chaqaloqlarning sarg'ayligi bola hayotining 2-3 kunidan boshlab to 7-kunigacha davom etishi bu normal fiziologik sarg'aylik hisoblanadi. Chiri tug'ilgan bolalarda esa bu vaqt biroz cho'zilishi, ya'ni 2-3 haftagacha davom etishi mumkin. O'z vaqtida tug'ilgan chaqaloqlarda sarg'aylikning 1 oydan oshishi bu cho'zilgan patologik sarg'aylik bo'lib, bu keyinchalik nevrologik o'zgarishlarga, og'ir nevrologik holatlarga sabab bo'lishi mumkin. Sariqlik 7 kundan oshsa nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda kuzatamiz. Sariqlik kuchayyaptimi yoki kamayyaptimi? Odatda sariqlik tananing yuqori qismidan boshlab pastga qarab boshlanadi. Sariqlik ketayotganda esa tanani pastki qismidan tepaga qarab chiqib ketadi. Oxirgi chiqib ketish nuqtasi bu yuz hisoblangani uchun ko'pincha yuz yanoqlarida bolani sarg'ayib qoladi. Onalar shuni kuzatishlari lozim. Ikkinchisi tez-tez emizib turish. Uchinchisi bolaga suv berish. To'rtinchi qiladigan ishimiz bu bolani quyosh nuriga yotqizish. Sizni bolajoningiz 7-kunda sariqlikda davom etyapti, lekin quyidagi belgilar bo'lsa aslo kutmang. Birinchisi bola emishdan bosh tortdi. Ikkinchisi besabab uzoq muddat uyqu. Uchinchisi sariqlikning intensiv kuchayishi. Ya'ni kechagi kundan ko'ra bugun bolangiz sarg'aygan. Zudlik bilan shifokorga murojaat eting. Sahifamga obuna bo'ling va tibbiy bilimlaringizni oshiring.